Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hamkasblar. So'nggi attestatsiya natijalariga ko'ra hamkasblar bilan, tanishlar, shogirdlar bilan suhbatlashganimizda ularni ba'zi qilgan xatolari haqida gapirib qolishdi. Bu xatolarni tahlil qilib ko'rganimizda asosan masalaning shartiga e'tiborsizlik bilan qarashdan va qiyin yo'l bilan ketishga jazm qilib qolishgani ma'lum bo'lib qoldi. Shunday masalalardan biri haqida mana gaplashamiz. Firma aksiyalarning ikkita paketini sotib oldi. Ularni jami 7.680.000 so'mga sotib 28% foyda qildi. Agar birinchi paketdan 40% va ikkinchi paketdan 20% foyda qilgan bo'lsa, ikkinchi paketni qanchaga sotib olgan? Demak, bizda ikkita paket aksiyalar bor. Birinchi paket, ikkinchi paket. Birinchi gap hal bo'ldi. Ikkinchi gapga o'tamiz. Ularni jami 7.680.000 so'mga sotib 28 foyda qildi. 28% foyda qildi. Sotib, ana shu yerda xato avtomatik ravishda sotib emas, sotib olib bo'lib ketib qolgan. Demak, birinchi diqqat qiladigan joyimiz mana shu ekan. Ya'ni, agar ikkita paket aksiyalar narxini 100% desak, 28 foyda bilan 128% bo'ladi va bu 128% 7.680.000 so'm bo'ladi. Biz topishimiz kerak aksiyalar narxini, ya'ni 100%ni. O'sha 100% gacha boramiz. Qanday qilib boramiz? Tenglikni ikkala tomonini ham 32 ga qisqartiramiz. 32 ga qisqartirsak, 32 ga qisqartirishimizning aniq sababi mana oxirida 4 ta nol bor. Demak, 2/4-siga aniq bo'linadi. Va bu yog'i ham juft. Demak, yana bitta 2 ga bo'linadi. 2/5-siga aniq bo'linadi. 32. 128 da 32 ga bo'lamiz, 4%. 76 ning ichida 32. Ikkita 64, 12 qoldi, 128, 4. Bu yog'i 4 ta 0. Ana endi 100% qancha bo'ladi? 4 ni 100 ga aylantirish uchun ikkala tomonni ham ko'paytiramiz 25 ga. Ya'ni 24 ni ko'paytiramiz 25 ga. 24 ni 25 ga ko'paytirishning siri. 25 ga ko'paytirish uchun 24 ni bo'lamiz 4 ga. 6 qolmadi. Orqasidan 2 nol qo'yamiz. Chunki 4 ga 25 100 degan. Bu yerda 4 ta 0 bor. Demak, sotib olish narxi 6 million so'm bo'lgan ekan. Mana sotib olish narxini topib oldik. 6 million so'm. Uchinchiga o'tamiz. Birinchi paketdan 40% foyda qilingan, ikkinchi paketdan 20% foyda qilingan. Demak, birinchi paketdan summa qanchadir, ikkinchi paketning ham summasi qanchadir va bizdan so'rayapti, ikkinchi paketni qanchaga sotib olgan? Bizdan ikkinchini so'rayapti, birinchi haqida so'ramayapti. Shuning uchun ham ikkinchi paket narxini x deb olamiz. Birinchi paket narxini esa 6 million minus x emas, s minus x deymiz. Ya'ni 6 millionni s deb belgilab oldik. Ana endi yana bir muhim joyi. Ana shunga diqqat qilasiz. Birinchi paketdan 40% foyda qildi. Ya'ni birinchi paketning narxi ustiga kelib 40% qo'shildi. Ya'ni s minus x bu 40% ga ortib 140% bo'ldi. Ikkinchi paketdan 20% foyda qildi. Ya'ni ikkinchi paket narxini ustiga kelib 20% qo'shildi. Ya'ni plus x ko'paytirilgan 120% bo'ldi. Va bu hammasi jami qo'shilgan daromad qancha bo'ldi? 7.680.000. Xatolarning yana biri ana shu yerda. Ya'ni sonlar juda kattarib ketadi. Sonlar juda kattarib ketmasligi uchun biz nima qilamiz?
Mana shu 100%ni chiqarib tashlaymiz. Mana bu 100%ni ham chiqarib tashlaymiz. Ya'ni bu nima degani? Birinchi paketning 40% bilan ikkinchi paketning 20% bu firmaning olgan foydasi. 6 millionga oluvdi. 7 million 680 ming foyda qildi. Jami foyda qancha bo'libdi? 1 million 680 ming. Mana ana endi buni ishlaymiz. S bizda 6 million. Ko'paytiramiz 40% 0.4 ga. Minus x ni ko'paytiramiz 40% 0.4 ga. Qo'shamiz 20% 0.2 ni. Barobar 1 million 680 ming. Soddalashtiramiz. Virgülni 10 ga bitta surdik, bitta virgüldan ajraldik. 24. Orqasida 5 ta 0. 1 million 680 mingni chap tomonga o'tkazamiz. Minus 0.4x u 0.2x minus 0.2x 10 tomonga o'tkazamiz. Ana endi hisoblaymiz. Demak 0.2x barobar 4 ta 0 4 ta 0. 240 dan 168 ayıramiz 72 va 4 ta 0. 0.2 720 mingni 0.2 ga bo'lmaymiz. Ikkala tomondan 5 ga ko'paytiramiz. Chunki 0.2 ni 5 ga ko'paytirsak 1 bo'ladi. Demak x barobar 72 ni 5 ga ko'paytirdik. 360 orqasidan 4 ta 0. Demak bizga ikkinchi paket narxi kerak edi. Qancha bo'lgan ekan x? 3 million 600 ming so'm. Masala yechganda, ayniqsa matnli masalalarda sonlarni iloji boricha kamaytirib olish kerak. Mana birinchi diqqat qiladigan joyimiz qayer bo'ldi? Birinchi diqqat qiladigan joyimiz so'z. Sotib foyda qildi. İkinci diqqat qiladigan joyimiz. Mana bu yerda 40% ko'paytirmadik. 40% ni o'zini oldik va foydaga tenglashtirdik. Ya'ni vaqtdan tejadik. Hurmatli ustozlar, yana bir oddiygina masala qaraymiz. O'zi oddiy, lekin bu yerda qo'llaniladigan usullarni boshqa joylarda ham ishlatish mumkin. Demak, A va B natural sonlar bitta proporsiya berilgan, bir tenglik berilgan. A va B ni yig'indisini topish kerak. Xo'p, birinchi shartdan boshlaymiz ishni. A plus 5 taqsim B plus 6 barobar 5 taqsim 6. Proporsiya xossasidan foydalanib ko'paytiramiz. Demak, 6 ko'paytirilgan A plus 5 5 ko'paytirilgan A plus 6. Qavisini ochib chiqamiz. 6A plus 30 5B plus 30. Tenglikni ikkala tomonidan bir xil qo'shilishlarni olib tashladik. Demak, nima qoldi? 6A teng 5B. Birinchi diqqat qiladigan joyimiz shu yerda. 6 bilan 5 ga umum maxraj 30. Shuning uchun ularni ikkovi bir-biriga teng bo'lganligi uchun 30x deb belgilab olamiz. Unday bo'lsa 6A teng 30x. 6A teng 30x. A nima bo'ladi? 30x ni 6 ga bo'lamiz. B nima bo'ladi? 30x ni 5 ga bo'lamiz. Mana misol juda oson holga keldi. Ana endi ikkinchi diqqat qiladigan joyimiz. E kub A B ni topamiz. Ha, aytgancha, agar masalan shartida faqat e kub so'ragan bo'lsa ham, oldin e kub topiladi. Keyin e kub topiladi. Demak, e kub A 5x B 6x. Yana bitta diqqat qiladigan joy. X ni umumiy ko'paytiruvchi.
Qaysini tashqariga chiqaramiz? X ko'paytiruv e kub 5 u 6. 5 bilan 6 ni e kubi 1 ga teng. X ko'paytiruv 1 x. Ha? E kub topildi. Endi e kuk yana 10 ming ko'paytiruv qanday chiqaramiz x ni? Besh bilan 6 ga e kuk 30. 30 ko'paytiruv x 30x. Ana endi bilan olib boramiz, ikkinchisiga qo'yamiz. 2 ko'paytiruv a b ni e kubi x qo'shilgan e kuk a b ni e kuki 30x barobar 96. 32x barobar 96, demak x barobar 3. Bizdan so'rayapti a va b ni yig'indisini. A plus b. A bizda 5x, b 6x, jami 11x, x ni o'rniga 3 qo'yamiz. 33. Demak javob 33 ekan. Masalani diqqat bilan tomosha qilsangizlar, bitta manfaatli narsalar bo'ladi.